vaqtincha ko'rma. Yo'qsa bu zotning kuyib ketar savob bilan topgan dunyosi. Oh, u qanday zot ekanki, o'tar sabotni. Niqobdan ham o'tayotir uning ziyosi. U onadur, bandalarning ibtidosidur. Unga hurmat joiz erur ikki olamda. Uning mehri samovatning ilk sadosidir. Shu boisdan g'alat hislar qo'zg'ar odamda. Ruxsat aylang, o buyuk zot, tiz cho'kay sizga. Har xil chuchmal tavozedan yiroqman garchan. Nogahonda kirib qoldim huzuringizga. Lekin ona ekansizki, men sizga farzand. Yetar tur o'rningdan, oliyjanob zot. Balki sen ham keksa murabbiysan, padarsan buyuk. Ha, barchasini tushunaman, onaman, to'g'ri. Lekin buni anglamadi odamzod tugal. Ona o'g'lin ardoqlar, o'g'il bo'lsa ham o'g'ri. Lekin farzand ona qalbin o'qimas har mahal. Yer yuzida janglar kechdi qattiq qatag'on. Onalarning ziydasidan oqdi qonli yosh. Unutmaki, moyil bo'lsa janglarga o'g'lon, ona qalbi shu qadar tortadi yuvosh. O ajabo, onamni ham xuddi shu taxlit so'zlar bilan kuzatgandim boqiy dunyoga. U hayotni sevar edi, bosiq va sobit. Kim edi u? Shoir edi mening bolam, sohibi ijod. Qismatin o'ylab tun kun o'rtanar bag'ir. Qodir ekan, so'nggi bora sabot ber o'zing. Volidamga duch kelishini o'ylabmidim. Oh, chora qayda? G'alati gaplar aytadi goho. Esimda bor, erkalanib degandi bir gap. Har bir zotga yodgorlik bor. Men bo'lsam ammo qo'yar edim yaxshi odam nomli bir haykal. Oh, onamning huzurida turibman shu choq. Yozmishimda shundoq ekan uning misoli. Ahvolimni bayon etsam ko'p bo'lar qiyin. Bekor bo'lib ketajakdir topgan jannati. Didoriga boqolmadim bir bora to'yib. O'zini ham o'rtayotir hijron kulfati. Bovar eting so'zlarimga ona, onajon. Jannat ruhim tuymoqdaman suhbatingizda. Kimsan o'zi? Qanday zotsan ayon et, yo Rab. Iltijoying yurak bag'rim yubordi ezib. So'zing tinglab va shikasta bastingga qarab, ona qalbim nimanidir turib sezib. Jannatdami, do'zaxdami u, lekin meni ona deding, demak farzandsan. Edi bolam deyavering dildan rosmana. Garchan farzand didoriga xona bilmassiz. Kim ekening noayondir menga bu fursat. Bilmasman hech maqsadingni, muroding nima? Olag'ovur ichra hozir do'zax va jannat. Kimligingni istasang de, istama dema. Na chora bor, onalarning yo'rig'i shundoq. Mana menda ikki paysa yetmas jannatga. Ahvolimni deyolmadim onamga biroq. Savob kerak o'ziga ham, axir albatta. Onang bilan ko'rishdingmi? Jannatda onam loyiq qasr ato etmish Parvardigorim. Mening uchun tiriklikda u chekkan alam yetib ortar. Shu boisdan yo'q zo'r zorim. Savob kerak barchaga ham, halol, befirq. Mana mening savoblarim uchma-uch ekan, lekin uni ko'rsaydim gar savodim berib, do'zaxga ham ketardim. Kechirsin egam. Hamma gap ham shunda, Alloh serkaram. Qo'sh yaratmish chora ila bechora so'zin. Bizdaylarni esa do'zax kutib turibdi. Qandoq madad bersam senga ushbu maboda. Ko'z yoshimdan bo'lak ishga yetmaydi kuchim. Yo'q onajon, alam chekmang nurli dunyoda. Yashang mayli duo bilan barchamiz uchun.